550 ming dollarga qanaqa hovli sotib olishni bilish xohlasangiz, biz bilan videoni oxirigacha birga bo'ling va orada like bosishni ham unutmang. Qani tafsilotimizni boshlaymiz. Biz xonadon kirish qismidamiz. Tepasida naves, ikkita mashinaga joy sig'adi. Burchakda hojatxonasi ham bor. Ko'ring, letni kuxnya, zelena zona, podvolga kiradigan alohida yo'lak ko'chadan. Uyga e'tibor bering. Bu eksklyuzivni xonadon endi sotuvga chiqdi. Eng qizig'i bu eksklyuzivda yonida ham bor. Ikkita polvon. Yana o'sha aka-ukalarimiz uchun. Ana endi sizni uyni asosiy qismi tafsilotiga taklif qilamiz. Qana marhamat. Kirish qismida mana shunday keng va shinam hol bizani kutib oladi. Qarang, qanaqa chiroyli, rangi qarang, oppoqligini go'zalligi. Patologga bitta e'tibor bering. Patolog juda ham baland ekan. Ana endi sizlarni ayollarimiz uchun maxsus tayyorlangan oshxonamizga taklif qilamiz. Eshigiga e'tibor bering. Qanaqa katta va keng. Chiroyli ekana, kiring, zavqlaning. Hamma sharoit bor. Ayrim kamchiliklarga e'tibor bermang, albatta sotuv tugagungacha hammasini qo'yib berishadi uy egalari. Oshxonamiz keng va shinam. Ana endi keyingi xonaga o'tamiz. Ana endi sizni mehmonxonaga taklif qilamiz. Juda ham qiziq joylari bor ekan. Qani, marhamat. Mehmonxona o'sha patologi baland, oppoqgina, shinam, keng xona, kattaligini ko'ryapsiz. Panoramni bitga nima deysiz? Eng qizig'i, do'stlaringiz bilan o'tirsangiz, alohida erkaklar barbekyu qilsa ham bo'ladi. O'zining tashqarida hovlisi ham bor va hovlidan podvolga tushib ketadigan zina ham bor. Gap yo'q ekan. Proyekt qilgan akalarimizga katta rahmat. Biz videomizga davom etamiz va umumiy albatta hojatxona va dushvaya kabinka mana ko'rishingiz mumkin. Yengil va did bilan qilingan. Bu yer esa master room, ya'ni yotoqxonamiz. O'zini alohida shkaflari bor, ko'ring. Alohida sanuzuli ham albatta bor. Gap yo'q, ha? Kengligini qarang. Mana bu shinamligini. Bu yerda ham oyna bor, ya'ni bemalol hovli qismini tomosha qilsangiz bo'ladi. Podvoli ham вообще katta ekan. Uni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Qani ketdik. Podsvetkalar chiroyligini qarang, zinaning rangini biz podvolda joylashganmiz. Biz bu podvolga kirish qismi 3 ta tomondan, uy ichidan va ikkita hovli tomondan, ko'chadan ya'ni. Xonani kengligini qarang. Nimalar qilsa bo'ladi bu yerda? O'ynash hudud qilsa bo'ladi. Ya'ni bolalar uchun, kattalar uchun настольный tennis, bilyard, ya'ni nima xohlasangiz qilsa bo'ladi. Joy bemalol katta yetadi. Mana bu yerdagi xonani qarang. Kattaligini qarang. Aql bilan bo'lishgani podvoli. Bu yersa o'sha kotelni xona deyiladi. U ham juda ham katta. Ko'rib turganingiz. Ana endi ikkinchi qavatga siz chaqiramiz. Ikkinchi qavat mana shu kengligi bilan bizani kutib oladi va